Hurmatli akalar, bosib haydashga zo'r Nexia 3 ko'rsataman. Chevrolet Nexia 3 2018-yil 4-paysi avtomatik korobka, eng fulli. Mashinamizning sostenasi zo'r bo'lib turibdi. Qarab, akkuratning haydalgan ekan. Probegi 100 ming bo'libdi, 100 mingdan sal oshibdi. Xo'p, kraskasiga kelsak, kraskasi bitta mana shu kapotini ustida bor ekan. Nimadir tushganmi, nima bo'lgan, lekin tegib o'tmagan ekan. Mana shu ustini o'zi sepilgan ekan. Atak unaqa udar bo'lmagan, qolgan joylari top-toza. Qarab, akkuratning haydalgan, to'rtta yaxshi yumshoq balonlari bor. Video registrator, mayda-chuyda hamma narsasi bor. Yaxshi rullar ham qo'yib qo'yishgan ekan. Salonlari juda ham akkuratli, juda ham chiroyli. Ozmasligi salonlarni ham ko'rsataman. Salonimizning ошибкасы cho'tki bo'lib turibdi, qirilib, chizilib ketmagan. Tarpetkalarni ko'rishingiz mumkin. Tarpetkalari ham zo'r holatda bo'lib turibdi. Malibu rullar qo'yib qo'yilgan. Sidenalari yaxshi holatda. Xudo xolisa, qarab, akkuratni haydalgan. Egalar nomerini pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Okalar, biz bu mashinamizni sizlarga $8200 ga berib olamiz.